Assalomu alaykum. Mazali olmali pirog tayyorlaymiz. Buning uchun unga margarinni solib, yaxshilab uqalab olamiz. Razrixlitseli tuxum, smetana solib, xamir qoramiz. Qorgan xamirimizni tindirish uchun sovutgichga yuboramiz. Bungacha nachinka tayyorlab olamiz. Ozgina sariyada 3-4 ta olmani barik to'g'rab, qovurib olamiz. Tabga ko'ra shakar sepamiz. Xamirimiz tindi, olib mayda-mayda zuvalalarga bo'lib olamiz. Iloji boricha xamirimizni to'rtburchakroq ko'rinishda yoyib olamiz, chetlarini kesib olamiz. Qolganini esa xuddi videoda ko'rsatilgan uslubda kesib olamiz. Nachinkamizni joylaymiz. Nachinkamiz 2 qavat bo'lib tushadi. Shuni hisobiga qizlajonli pishirayotganimizda pastroq gradusda singitibroq pishiramiz. Juda ham mazali, ko'rinishi ham chiroyli bo'ladi, albatta tayyorlab ko'ring. Assalomu alaykum. Mazali yer yong'oqli keks tayyorlaymiz. Buning uchun tuxumga shakar solamiz. Shakarimiz ergungacha yaxshilab mikser qilib olamiz. Massamiz ozgina ko'pirib, rangi ham o'zgarib oladi. Massamizga sut, yog'ni eritib solamiz va mikser qilishda davom etamiz. Un, razrixlitsil solamiz, yana mikser qilib olamiz. Hosil bo'lgan massamizni 2 qismga bo'lib olamiz. Bir qismiga kakao solib, yana mikser qilishda davom etamiz. Qolip kerak bo'ladi. Qolpimizga 2 xil massamizdan oz-ozdan solib, tabga ko'ra yer yong'oq mag'zini sepib olamiz. Shu tariqa qolpimizga bor massani solib olamiz. Shpashka yordamida uzorlarni tushirib olamiz. Duxovkaga pishirishga yuboramiz. Keks tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring.